Muallifligimizdagi kitoblar haqida sizlarga ikki og'iz to'xtalmoqchiman. Grant ona tilli kitobimiz bor. Aynan bu yerda kichikroq ko'rinyapti menimcha, attestatsiya, milliy sertifikat hamda maktab o'quvchilari uchun birday ish beradigan kitob. Bu kitobimiz fonetika, leksikologiya, morfologiya hamda sintaksis bo'limlari bo'yicha umumiy tuzilgan savollar to'plamidan iborat. Kitobimizda jami 5000 ga yaqin testlar o'rin olgan. Har bir savol o'quvchining turli xil qarashlarini aks ettiradi, ya'ni bilish ko'nikmasini, demak moslashtirish ko'nikmasini, anglash ko'nikmasini o'lchab beruvchi birinchi darajali, ikkinchi va uchinchi darajali, ya'ni oson, o'rta va qiyin darajali testlardan demak tashkil topgan. Ushbu kitobimiz demak eng dastlabki namunaviy kitoblarimizdan biri hisoblanadi. Undan keyin milliy sertifikat bo'yicha standart testlar kitobimiz nashr qilingan. Bu kitobimiz ham aynan C++, ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilariga birinchi navbatda, ya'ni o'zining darajalari ko'rsatkichi bilan berib olganmiz. BB+ yoki AA+ darajadagi turli xil darajalangan ustozlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni jami 15 ta mock testdan iborat. Xo'p, eng qiziq joyi esselar yozish ko'nikmasi berib o'tilgan. Esse yozish ko'nikmasida bu yerda masalalarni namunali esselar bilan va yana hech kim ko'rsatmaydigan bir masala ko'rsatganmiz. 40 yoki 30 balldan past yozilgan qo'pol, xunuk esselar bilan bu yerda tanishtirib borganmiz. Ya'ni uning kamchiliklarini ko'rsatib o'tishga harakat qilganmiz. Ilmiy matnlar, badiiy matnlar, xo'p, mumtoz parchalar bilan ishlash ko'nikmasi va she'riy san'atlar, ya'ni poetik san'atlarni barchasini shu kitobimizda jamlab o'tganmiz. Bundan keyin jigarrang tusda turibdi. Ona tili va adabiyot 2025-yil variantlar to'plami. Bu aynan attestatsiya tayyorlanuvchilari yoki maktab hududlarida o'quvchilar bilan umumiy darslar davomida foydalanib ketish mumkin bo'lgan kitob hisoblanadi. Turli xil variantlar jamlanmasi. Va pastki qismda hozirgi o'zbek tili grammatik qo'llanmamiz joylangan. Ya'ni o'sha grammatik qo'llanmamizni bugungi kunda o'qituvchilarga nihoyatda o'rni kerak. Ya'ni juda ham zarur kitob hisoblanadi. Yangilangan maktab darsliklarida, o'sha ustoz aytgandek, yangi avlod maktab darsliklarida mavjud bo'lmagan grammatik qo'llanmalar hozirgi o'zbek tili akademik grammatikasidan demak ko'chirib olingan kitob hisoblanadi.